Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan Allohning go'zal ism-sifatlaridan biri bo'lgan Al-Aziz ismining ma'nosini o'rganamiz. Allohning Al-Aziz ismining ma'nosi mag'lub bo'lmaydigan, mutlaq aziz, g'olib zot degan ma'noni anglatadi. Alloh taoloning Al-Aziz ismiga nisbatan mu'min kishining odobi qanday bo'lishi lozim? Mu'min kishi Allohni aziz deb bilgach, boshqa biror maxluqotni ulug' deb e'tiqod qilmasligi, Allohni qadaridan boshqa qadarni past deb bilmog'i lozim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim badavlat kishining oldida o'zini xor tutsa, dinini 3dan 2sini ketkazibdi deganlar. Bayhaqiy rivoyati. Buning izohi quyidagichadir. Iymon qalbiga joylashgan, til iqror bo'lgan, amal tasdiqlagan narsadir. Badavlat kishining boyligi uchun ulug'lab, undagi yo'q narsalar bilan maqtasang, diningni 3dan 2sidan mahrum bo'libsan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mu'minning sharafi tundagi tahajjud namoziga turishidir. Uning azizligi odamlardan behojat bo'lishidir deganlar Tabaroniy rivoyati. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.